O jiyanjon, qatlarda yuribsan, sho'rimizga sho'rva to'kilgan bo'lib turibdi hozir. Ana nas mishig'ing bor-a, o'ziga o'xshagan 5-6 kasopat mishig'larni to'plab, mana bu yerda bir qo'l karta o'ynayapti, mana ayvonchada. Ko'r o'zing. Ey, 2 marta yutqizdi jiyan. Uchinchisiga mana shu uyni tikib aytib qo'y, hozir yetib kelmasang, uydan quruq qolamiz, tezga. Sizlar ham eshitdilaringmi? Bu yomg'ir juda g'alati yomg'ir ekan-a. Bu yomg'ir aslida yomg'ir emas. 8-mart kuni kuchli shamol kelib, yigitlarni olib ketib qolishini eshitgan qizlarning ko'z yoshi ekan. Sizgina. Bir ham sho'r yomg'ir ekan-ey. Beni unutma, unutama inşallah. Unutursan kahrol. Mayari baqavash. Kimligini bilmadimmi, lekin o'zingcha mana tumanimga yuzib tashabsanmi? Biz Hirozga jang bormi, ana bormi? Chesnokcha tumani urishadimi deb o'ribsan? Ammo o'zingdan ketib qolibsan. Mana hozir Hirozim ketyapti, mana qara. Mashinaga o'tirib ketyapti. Belakatcha topib borib, seni Hirozingga qo'shtin kilatib keladi, baqavash. Ama hazil harom. Voy jonim bari. Bo'ldi bo'ldi hop. Hammaga rizo bo'laman kechga. Hop hop. Voy jonim bari. Qo'raman keyin o'zim. Hop. Keling, Ahmad, keling. Keling bemor. Doktor. Bemor, qani, salomat. Oho, ahvol og'ir-a? Juda Nima bo'lyapti? Nima bezovta qilyapsiz? ko'rmayapsizmi? Yo'talyaptani. Qani qo'lni beringchi, qo'yingiz beringchi. Haligi tekshira. Tektiring, aralashmang, jibtiring. Oz qoldi. O'pkani ham 75%ni tagiga oldiribsiz, ham aytib qo'yay sizga. Siz har xil sigaret chekasiz. Mana shuning uchun bo'lganda. Shunaqa to'g'ri kelganini chekaman-da. Chekaverasizlar, to'g'ri kelganini. Bir xil sigaret chekasiz. Ana shunda o'pkangiz o'z me'yoriga tushib ketadi. Bundan keyin bir xil sigaret iste'mol qiling. Doktor, bu nima degani? Endi men bitta sigaret uchun bitta odamning orqasidan yuramanmi kechgacha? Bu nima deysiz? O'pka siznikimi, menikimi? Meniki valibetda o'pkangizni ko'rsatasiz. Mana bitta sizda og'ir bemorlar turibdi, tushundingizmi? Vaqt olmang. Bir xil sigaret cheking, tamom, yaxshi bo'lib ketadi. Chiqib keting. Sigaretingiz bormi? Bitta sigaret bering. Bor, mana shu qaragan zerikuvdik o'zi. O'shang mana o'zi bitta qopdi. Chiqib ketavering. Rahmat. Dam bo'ling. Doktor. Nima deysiz? Ha, nima bo'ldi? Yana bezovta qilyaptimi? Bitta sigaret bering. Sigaretingiz bormi? Hozir olavdim, shu birinchisini siz chekarkansiz. Mana bu sovuqda qo'lam qovushmayapti. Rahmat. Hop, sog' bo'ling, o'zingiz ehtiyot qiling. Doktor salomatim. To'xtang. Hoppa, yana nima bezovta qilyapsiz? Salomatmisiz? Sizmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ha, yaxshi. Zo'r, ancha yaxshi. Sigaret bering. Sigaret? Ha. Hoppa, yana sigaret. Bir dona qolgan ekanda. Menga berasiz. Bir dona qolgan ekan, endi mayli, sizga nasib qildi. Oling. Rahmat. O'zingiz ehtiyot qiling. Sog' bo'ling. Hop, o'zingiz ehtiyot qiling. Millat. Ana kasopat bemor-ku. Doktor, mana shu bemorning jonga tegdi. Ha, tishlaymi? Ancha yaxshi bo'lib qoldim. Sigaret bering. Hoppa! Men jonimga tegdingizmi? Men chekmay qo'yganman, tushundingizmi? Chekmang. Men o'pkangizga ziyon, chekmang. Pulingizga ziyon, chekmang. Tushundingizmi? Chekmang. Jiyanjon, Malavakka ozgina hashay qo'yib qo'yadim, ko'zing tushgan yo'q, mabodo. Pechkaga tiqvordim, tog'a. Nima? Alo, salut, salam alaykum, bratva. Masalamiz yo'q, nima gap, qalay ishlar? Tixi kichkinadan bitta ko'rib olmaymizmi? Yusum. Studiyaga o'tib ashullayacağımız dedin, jiyan zippillavali kelar deydi. Havodagi pullar degan eding-a, yutib olish oson degan eding-a. O'ylagani pulim yo'q degan edim-a, kreditdan olib tik degan eding-a. Kechalari ko'zga uyqu kelmay qo'ydi, bilmaysan. Xotin bilan aloqalar yurmay qo'ydi, sezmaysan. Ola san
it do'st bo'lmaysan. Ne bo'ldi holim, ne bo'ldi pullar, ne bo'ldi oylar, ne bo'ldi yillar. Chechakka futbolingga ko'pon tuzdim, yeb qo'ydi. O'ldiruvchi eshigimdan ketmay qo'ydi. Oy! Ana jiyan, ashillarni ham patalogiga tirab qo'ydimmi? Mayara kiliking bormidi? 50 ming tashlab yuborgin, ertalab 100 qilib qaytaraman.